Ikkinchi jahon urushi boshlanganda Ahmad ota Muhsinov endi 17 yoshga to'lgan edi. Ota-onasidan erta ayrilgan yigitcha Jamila opasining qo'lida voyaga yetgandi. Oradan 1 yil o'tib 18 yoshli Ahmad Muhsinov romitanlik 10 nafar tengqurlari bilan urushga otlandi. Safdoshlarini eslarkan Ahmad ota bir xo'rsinib qo'yadi. Sababi o'zi bilan birga ketgan yigitlar orasidan faqat u omon qaytgan edi. Urushning suronli kunlari haqida bolalarga ko'p aytib bergan Nuroniy har doim farzandlariga tinchlik qadri va shukronasini uqtirib kelgan. Yoshliklarida juda ham qiyinchiliklarni ko'rganlarini eslab beradilar. Shundan bir eng asosiysi bu urush paytidagilarni juda ham ko'p gapirib berardilar. Kelajak avlod bu narsalarni bilishi kerak. Osonlik bilan emas, qiyinchilik bilan bu g'alabani erishilgani haqida juda ham bizlarga ko'p aytib berardilar. 1942-1947-yillar davomida urush maydonlarida xizmat qilgan otaxon urushdan so'ng Buxoro pedagogika institutida tahsil oldi. 1969-yildan esa ichki ishlar idoralarida xizmat qila boshladi. Tizimda samarali faoliyat ko'rsatib, leytenantlikdan mayor unvonigacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdi. Marhum rafiqasi Narzigul Fayzullayeva bilan 7 nafar farzandni tarbiyalab, voyaga yetkazdi. Ularning barchasi el-yurt xizmatini sharaf deb bilgan e'tiborli kishilar bo'lib yetishdi. 7 farzand, 19 ta navara, 47 ta avara hamda 5 ta chavarani bobolari bo'lib yashayaptilar. Ahmad ota Buxoro shahrida yashovchi, bugunda hayot bo'lgan yagona ikkinchi jahon urushi qatnashchisi hisoblanadi. Ayni kunlarda 103 yoshni qarshilagan otaxonning hayot yo'li barcha uchun ibrat va shu kunlarda bayram munosabati bilan otaxonning uyi mehmonlar bilan gavjum. Mana bugun haqiqatan ham shunaqa insonlar oilasida biz to'planib turibmiz, yaxshi insonlar bilan, yaxshi insonlarning eng yaxshilaridan ana Muhsinov Ahmad ota. Bizning mahallamizning faxri bu inson. Tinchlik uchun, bizning ana shunday kunlarimiz uchun jangga otlanganlar. Bu inson bilan biz faxrlanamiz. Katta hayot yo'lini bosib o'tgan Ahmad ota Muhsinov yurtimizda hukm surayotgan tinchlik va osoyishtalikdan mamnun bo'lib shukronalar qiladi. Otaxon yoshlar bilan uchrashuv suhbatlarda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar inson manfaatlarini himoya qilish, qadr-qimmatini ulug'lashga qaratilganini bot-bot takrorlab, istiqloldan bahra olib yashayotganini e'tirof etadi. Mahalladoshlari esa keksalik gashtini so'rayotgan Ahmad ota bilan haqli ravishda faxrlanishadi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.